Assalomu alaykum, hurmatli bitiruvchilar. Siz oyiga $700 dan $1.500 daromad qilishni xohlaysizmi? Unda Buxoro viloyatida yagona bo'lgan Shofirkon raqamli texnologiyalar texnikumiga o'qishga marhamat. Bunda dunyo juda tez o'zgarmoqda. Kasblar texnologiyalar shiddat bilan o'sib borayotgan bir davrda dunyo kasblarining 80% raqamli texnologiyalar bilan bog'liq. 2025-2026 o'quv yili uchun 9-sinf va 11-sinf o'quvchi bitiruvchilari quyidagi kasblar bo'yicha o'qishga taklif etadi. 9-sinf bitiruvchilari uchun avtomobillarni ta'mirlash va ularga texnik xizmat ko'rsatish. Bu yo'nalishda B yoki BC toifali avtomobil haydovchisi guvohnomasi beriladi. Axborot vositalari, mashinalari va kompyuter tarmoqlari. Payvandlovchi, tikuvchilik kasbi, buxgalteriya hisobi va audit, kompyuter injiniring, axborot xavfsizligi, dasturiy injiniring va telekommunikatsiya texnologiyalari. Bizning texnikumda o'quv muddati 2 yil bo'lib, kunduzgi va dual ta'lim shakllari mavjud. Albatta, siz bizni texnikumni tamomlagach, O'zbekistondagi eng yirik korxonalarga ishga qabul qilinishingiz va oliy o'quv yurtlariga 2 va 3 o'quv kursidan suhbat asosida hech qanday imtihonlarsiz o'qishga qabul qilinishingiz